Nima bor? Kefir. Kim zakaz? Zakazчик aeroport. Catering. Yo'q, catering. Aeroportda o'zi. Aeroportda o'zi. Hozir shunday bo'lyaptiki, yozadi-yu yutganda 10 kun ichiga dogovor qabul qilishing kerak degan narsa bor. Yozilgan edi-da kabinetda. 10 kundan ziyod bo'lib ketdi-da. Ular tashlamayaptimi pul? Yo'q, to'shib tashlagan, даже договорni tashlagani yo'q-da. Ular dogovor tashlashgan, nima bo'lgan? Auksion bo'lganmi? Отборное лучшее предложение. Arzon lучшее предложение. Да. Bu biza dogovor taylaymiz-ku ularga. Ha, ular sample berish kerak. Ha, o'sha bermaganda menga hozir shunday turibdi, как бы. Mana pulim zanit turibdi. Komissiyonni snimat qilib bo'lgan, lekin ular hali dogovor yuborgan. Qancha o'tdi? 10 kundan ziyod bo'ldi. Shanba kuni уже 10 kundan ziyod bo'ldi-da. Bo'ldi. Anaqa выходноylar bilan 10 kunmi? Выходной hisoblanmaydi-da. Da приблизительно-da. Bo'ldi, xat yozamiz. 500 millionmi? 547 milyon 900. Ha, 3% ga da'vogarlik qilamiz. Aytamiz, liba senga 2 kun vaqt, liba men kontrakt podpisini yubor, liba menga 3% anaqani tashlab ber deymizda. U bolaga men aytdim, o'sha ismlari Iskandar ekan, men aytdim, kommuni yozib kurslariga qatnayman, taniyman u akani. Bu yoq biza o vaqtiga o'zgina konflikt qilganmiz dedi. Men hammani itarganman. Aeroport, temir yo'l, bu. Srazu bitta narsa. Ana Asadbekda ham shunaqa problema bo'lgan. Mana nimadir aytadi-ku, sizga qarshi napyan, olmayman. Bo'ldi, gap xat yozib ber menga de. Menga qog'ozda yozib bering. Ertaga sud-put bo'lsa-chi, o'shanda chiqadi-da. Siz hozir unga xat yozasiz. Mana men tayyorman, sen menga xat yozmayapsan, menga zalogda sizga javob berish kerak. Undan keyin pretenziya qilib sudga beramiz. Sal yuridiskiy davleniya bo'ladi-ku bularga, pretenziya xatni bular srazu o'ziga kelishib boshlaydi-da. Tushunasizmi? Biznikilar ko'plab telefonda gaplashib yuraveradi. Mana Asadbekda ham shunaqa situatsiya bo'lganda, hamma narsani fiksировать qilinglar. Foto, video, dokument. Qabul qilmayaptimi? Bo'ldi, xo'p, yozib ber menga qog'ozga xat. Qabul qilmayapman. Qo'rqadi. Chunki по закону он должен. Уже 10 kun o'tib ketdimi, siz buni 3% ga уже da'vogarsiz. 500 milliondan 3% nechi bo'ladi? 15 million. Yomonmi, наравно месяц. Или он должен с ним заключить договор, или u sizga shtraf to'lab beradi, yana boshidan qo'yadi, yana bir marta yutib oladi. Bir marta, 3 marta shunaqa yutib olganman bitta lot. Hozir siz bilan rastajeniya qilsa, boshidan qo'yish kerak. Yana qatnashasiz. Shunga men aytmoqchi bo'lganim, agar konfliktni bo'lsa, hammasiga birinchidan zapis разговора, telefon hammanglarda bo'lsin. Ikkinchidan, bo'ldi, gap yo'q. Doimanga xat yoz, xat bilan javob ber. Или siz o'zingiz xat bilan murojaat qilasiz. Ertaga sud bo'lsa ham o'rtoqlar, mana men xat yozdim. 10 kundan ziyod o'tib ketdi. Menga 15 million pul yo'q, qo'yib qo'yinglar meni. Buni rastajeniya qilamiz deb. Shuni davleniya beraverasiz.